Agar sizga ish beruvchi oyligingizni o'z vaqtida to'lamayotgan bo'lsa yoki ishdan bo'shatgandan keyin siz bilan hisob kitob qilmayotgan bo'lsa, Mehnat kodeksida bu uchun har bir kechiktirilgan to'lov uchun belgilangan demak jarima, ya'ni kompensatsiya yoki penya deysizlarmi, shu narsa belgilangan. Bugun videoda shu narsani qanaqa hisoblanadi va necha pul sizga chiqadi, shuni hammasini ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, hurmatli kanalim obunachilari. Sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Anchadan beri demak vaqtim bo'lmayapti, video ham qo'ya olmayotgan edim. Bu ish faoliyatlarim bilan bog'liq bo'ldi. Demak, bugundan boshlab haftasiga 2-3 ta video qo'yib boshlayman. Demak, bugun Mehnat kodeksi bilan bog'liq bitta holat bo'yicha sizga ma'lumot berib o'tmoqchiman. Demak, ish beruvchi sizni oyliklaringizni o'z vaqtida bermayotgan bo'lsa yoki sizni ishdan bo'shatdi va bir oy ichida siz bilan hisob kitob qilish kerak, sizga tegishli bo'lgan shu pullarni hammasini to'lab berish kerak, lekin u pullarni o'z vaqtida to'lamayotgan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksiga asosan qanaqa kompensatsiya yoki sizga jarima to'lovlarni to'lab berish kerak, shu narsani qaysi moddada belgilangan, nima deb yozilgan, hammasini ko'rib chiqamiz. Demak, buning uchun Mehnat kodeksini ochasizlar. Men brauzer orqali internetdan demak ko'rganingizda Lexusga kirasiz, Mehnat kodeksi deb yozasiz va Mehnat kodeksini 333-moddasiga qaraysizlar. Xodimga ish haqi to'lashni va unga to'lanishi lozim bo'lgan boshqa to'lovlarni kechiktirganlik uchun ish beruvchining moddiy javobgarligi. Bu juda ham kuchli modda. Bu hattoki ish beruvchiga qilgan xatolarni uchun juda katta bir afsuslanishiga sabab bo'ladigan bir instrument, qurol desa ham bo'ladi. Moddada nima deyapti? Ish beruvchi, ya'ni qanaqandir korxona ish haqini, ta'til to'lovlarini, mehnat shartnomasi bekor qilingandagi to'lovlarni hammasi alohida ketyapti. E'tibor beringlar. Va yoki xodimga to'lanishi lozim bo'lgan boshqa to'lovlarni to'lash muddatini buzgan taqdirda ularni to'lov muddatidan keyingi kundan e'tiboran, ya'ni to'lanishi kerak bo'lgan kundan keyingi kundan e'tiboran to haqiqatda hisob kitob qilingan kunni o'z ichiga olgan muddatgacha har bir kechiktirilgan kun uchun O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining o'sha vaqtda amalda bo'lgan qayta moliyalashtirish stavkasidan kelib chiqqan holda foizlar pulli kompensatsiya bilan birga to'lashi shart. To'lashi mumkin, haqli emas, bu yerda shart, ya'ni majburligini ko'rsatyapti. Endi xuddi shu moddani ikkinchi qismida xodimga to'lanishi lozim bo'lgan pulli kompensatsiyaning miqdori O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki qayta moliyalash stavkasining 10% miqdorida belgilanadi. Qolganini o'qimayman, o'zingizlar ochib turib o'qib olasizlar. Endi sizlarga hisob kitobni ko'rsatmoqchiman, qanaqa bo'ladi. Demak, doskani ochamiz. Faraz qilamiz, xodimni ish haqi. Ish haqi deb yozaylik. Tak. Ish haqi faraz qilamiz 5 million so'm. 5 million so'm. Endi 5 million so'mni masalan 2025-yilning tak 1-oktyabrda to'lab berish kerak edi, lekin o'z vaqtida to'lanmadi. Va bu 2025-yilning tek 01-noyabr kuni to'lab berildi. O'rtada demak 30 kun kechiktirildi, to'g'rimi?
kechiktirildi. Kechiktirildi. Endi qanaqa qilib nech pul kompensatsiya hisoblanadi? Demak, Markaziy O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki hozirgi demak qayta moliyalash stavkasi bu 14%. 14%. Buni 10% demak 1,4% bo'ladi. 30 kun kechiktirildi. Demak 5 millionni har bitta kuni uchun 1,4% dan jarima hisoblanish, kompensatsiya hisoblanish boshlanadi. Buni hozir hisoblab chiqamiz. Tak, buni o'chirib tashlaylik. Tak. Endi hisoblash uchun nima qilamiz? 5 millionni 5 millionni 1,4% necha pul bo'ladi? 5 millionni 1,4% demak tak 70 ming bo'lar ekan. 70 ming so'm. 70 ming so'm. Endi buni 30 kun kechiktirilgan bo'lsa, 30 ni ko'paytiramiz 70 mingga. 70 mingga. Necha pul chiqadi? Demak 2 million 100 ming. 2 million 100 ming. Demak, har bitta kechiktirilgan kun uchun 70 mingdan hisoblanadi va 30 kun, bizning holatimizda 30 kun kechiktirilgani uchun demak 70 ming so'mni 30 ga ko'paytiramiz, 2 million 100 ming so'm. Sizga oyligingiz 5 million to'langan. Undan tashqari plus 2 million 100 ming ham to'lab berilishi kerak. Endi to'lab bermayman deydigan bo'lsa, siz birinchi ish beruvchiga murojaat qilasiz. Shu modda bo'yicha, demak, Mehnat kodeksining 333-moddasi bo'yicha menga kompensatsiya to'lashing kerak. Kompensatsiya to'lamayman deydigan bo'lsa, siz sudga murojaat qilasiz. Qaysi sudga? Ish beruvchini joylashgan joyidagi fuqarolik sudiga. Mehnat nizolari bo'yicha sudga murojaat qilganingizda siz davlat bojidan ozodsiz. Faqatgina pochta xarajatlarini to'laysiz. Va eng qiziq joyi, bu holatda isbotlaydigan hujjatlarni ham ish beruvchi sudga taqdim qilish kerak bo'ladi. Siz faqatgina da'vo arizasini kiritasiz, pochta xarajatlarini to'laysiz, pasportingizni yuklaysiz, agar sizda buyruqlar bo'ladigan bo'lsa, buyruqlarni ilova qilasiz va sizga undiradi. Undan tashqari siz o'sha 30 kun kechiktirilgan kun uchun siz ma'naviy ziyon ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Ma'naviy ziyonni da'vo arizasiga demak faraz qilamiz 50 million deb belgilashingiz mumkin. Lekin Mehnat kodeksi bo'yicha sizga yetkazilgan ma'naviy zarar sizni demak qonun bilan konkretni belgilangan o'rtacha oylik ish haqingiz miqdorida bo'lishi kerak. Faraz qilamiz, agar 5 million bo'ladigan bo'lsa, o'rtacha oylik ish haqingiz 2,5 million chiqadigan bo'lsa yoki 3 million chiqadigan bo'lsa, shunga qarab turib sizga bundan tashqari yana qo'shimcha demak yetkazilgan ziyon, ma'naviy zarar, boshqa hammasini to'lab berishi shart. Sizga shuni yetkazib qo'ymoqchi edim. Bundan foydalaninglar. Bu sizlar biladigan narsa. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Do'stlaringizga ulashing va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.